Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, YouTube ishqibozlari. Hop, sizlarga hozir mashinadagi ishlatilgan mebellarni obzor qilib beramiz. Ya'ni hozirda biz Farg'ona, Kirgili eski bozordamiz. Bu yerda chorshanba, shanba kuni bozor bo'ladi. Bugun hafta kuniga shanba. Undan tashqari kunlarda ham telefon qilaverasiz, dastavka qilib yetkazib berishaveradi. Shunaqa mebel ham sotib olishaveradi. Mana shu ekrandagi nomerga aloqa chiqaverasiz. Bu kanalni yangi ochdik. Mana shu mebelchi bolalarning o'zlarining kanali hozir yurgizib beryapti. Xudo xolisa kuzatib tursalaring bepul ham mebellar qo'yiladi. Xudo xolisa sizlar uchun bittadan like bo'lsa, mana shu mehnatimizga yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Mana shu yerda podpisa knopkasi bor. Obuna bo'lib qo'ysalaring biz chiqarayotgan videolarni birinchilardan ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Hozir mana Azamjondan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yangilarimiz yo'q obuna bo'lishibdi. Aytib o'tganimizdek, sirasi o'zi padishah qilishni boshlashibdi. Padishah qilib turishsa, xudo xolasa, siz aytmasiz. Bunaqa narsa zaruriyat deb uyga zaruriyat narsani kommentariyaga yozishsa, qaysi biri zaruriyat ko'p bo'lsa, kommentda. Misol Trimomi, yo misol Stengami, yo misol Shifanermi, uyga zaruriyat narsani kommentariyaga yozishsa, qaysi biri kommentariyaga ko'p yozsa, misol o'sha zaruriyat narsa. O'sha narsani bepulga qo'yishga harakat qilamiz aka. O'sha muhtoj odam. O'sha muhtoj odam, xudo xolasa aka. Xo'p, o'tgan safar video qo'ydik. Hamma podpishka qildi, obuna bo'lishdi. Buning uchun barchalarga kattakon rahmat. Shunaqa podpishka qilib tursalaring, xudo xolasa zo'r videolar chiqarib boramiz sizlar uchun. Bo'lmasa mana shu sondiqdan boshlayveramiz. Sondiqdan boshlayveramiz. 100% taxta aka. Soteshi-peshi joylari yo'q. Singan netgan. Holatlari yaxshi holatda. Bunun narxi 300 ming so'm obunachilarga. 300 ming so'm. 300 ming so'm. Primomiz aka. Xudo xolasa yaxshi ichki holatlar, o'rganishni sulpayganmiz. Trimon o'zini so'raganlar. Ha, Trimon o'zini so'raganlar. Aynida trishina joyi yo'q. Holat pulga yarasha. Buni ham narxi 300 ming so'm. 300 ming so'm. 300 ming so'm aka. Naqasammi? Xo'p. Spaniyani turtiramiz. Ha, Spaniyani turamiz aka. Razmerini aytib o'tib ketamiz. 220 ga 170. O'sha eng katta razmerlardan biri. Dermantinlarni ko'rsatib o'tdik. Aka dermantinlarni yangilab, cho'tka qilib qoplab berdik. Matras ham yangi. Matrasi ham yangi. Oqshom matras qo'yilgan. Oqshom matras. Aka, nariga Farg'ona zo'r nimamizga ko'rsatmabmiz aka. O'z kanalingizga. Qaysi sondiq bo'ladi? Nari kanaliga ko'rsatmabmiz mana shuni. Bari ham splashni bo'ladi. Splashni, qaysi sondiq bo'ladi? Foydalanishsa bo'ladi. Xo'p, shifonerlar aka. Ichki holatlari. Shilka tomoni. Shilka tomon. Bu tomoni aka polka taraf. Bu tomon ham shilka, trimoni tunma bo'lishi uchun ochilishi muammo bo'lyapti. Sizcha joyimiz kichkinaligi uchun. Zo'raqdan bo'lsa ham ko'rsatib o'tdingda aka. Xudo xolasa ichki holatlar, tashqi holatlar zo'r turibdi. Trimosi Trimosi ham yaxshi. Trimosi ham ustilari ham qaranglar, qaralib, bunaqa joylari yo'q ekan. Taniq holatda turibdi. Tiniq holatda turibdi. O'zim pufi yo'q edi. O'zim usta pufi yasab qo'yib berdik buni. Ichini sondiqcha hisobida ishlatsa ham bo'laveradi buni. Mana shu pufi bonus. Bu narxiga keladigan bo'lsa, bu 2,5 million so'm. Oddiy bo'ladi. 2,5 million so'm Spani garnitur. Oddiy bo'ladi, dastlabki bepul. Bepul. Xuddi mashina aka, o'zini stenkasi. O'zini stenkasi bor. Buni bitta summasini aytib o'tib ketamiz hozir. Ko'p e'tibor berishsa, tevasini o'zi ajraydi. Tayi bitta butun bo'ladi splashni. Buni 3 ga ajraydigan qilib, tayi tevasi bitta ajraydigan qilib ishlanishgan ekan. Tayi ham mana 3 ga bo'linadi, bu tevasi ham 3 ga bo'linadi. Lekin ko'pchilik e'tibor bersa, avanning ochilmaydi. Bunda ochilyapti aka, avaninglar ochiladigan qilib ishlashgan ekan. Xudo xolasa o'sha aytib o'tganingizdek ichki holatlar yaxshi holatda turibdi. Lekin ko'p o'zimiz aybimiz bilan aynilar trishina olib boryapti o'zi. Mashinani stenga qo'ysa e'tibor berasizmi aka? 3-4 ta sotgan bo'lsa, qayerdadir atladida pasatda chiziqqa yurib qo'yadi. Buni xudo xolasa yaxshi holatda yukladik o'zimiz. Shashilmasdan olib keldik. Aynilar o'zining adno aynilari, trishina-prishinalari yo'q. Bu narxga keladigan bo'lsa 1 million 400 ming so'm. Dastavkasi ichida. Dastavkasi vodiy bo'ylab ichida. Endi bu obunachilar bitta uyga bitta opsiya olib qo'yib beramiz desa 4 million 900 ming bo'lyapti.
Bitta olgan odamga 4.700 ming beramiz. Komplekt olgan odamga 4 million Komplekt. 700 ming so'm. Dastavkasi ham ichida qaraydi. Dastavkasi ham ichida bo'ladi. Dastavkasi ham ichida. Bu Spaniyaning o'zi 3,5 million so'm. Agar komplekt bo'lsa 4 million 700 ming so'm. 4.700 ming. Stencha bilan. Xonimiz aka 270 ga 120. Holati yaxshi turibdi. Bor endi tevalarda bitta ikkita saqas joylari bor. Lekin puliga yarasha. Puli 400 ming so'm. Biz obunachilarga. 400 ming so'mga mana xon. Shkafimiz aka bir tomoni vishilkali. Ikki tomonlari 60. Chuqurligi 60. Chuqurligi 60. И e'tibor beringizsa zarar ko'zini oshirmoqchilar bilan turibdi. O'sha baquvvat oshirmoqchilari Yaga bo'lta bo'lingan. ham e'tibor berasizlar, ancha baquvvat qilib ishlangan ekan. Teva antrasolar aka. Antenni ajraydi bu. Ha. Tevasi antrasolar, denni ajraydi. Bu xonadonlarga agar tevasini ishlatalmaymiz, foydalanolmaymiz desa, shundan olib bortirib o'zlari 4 ta oyoq qo'yishsa, buni tumma hisobida ishlatsa ham bo'laveradi. Tevalarini. Pasti shkaf bo'lib qoladi. Pastlari shkaf bo'lib qolaveradi. Bu tomoni polka aka. Bu tomonda bitta kalta vishilkasi ham bor. Xudo xolasa yaxshi holatda. Buni yosh tevasi antrasolar ajraydi. Buni dastavkaga qo'yamiz aka. Ha? Narxi 1 million 100 ming so'm. 1 million 100 ming so'm. Dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida. O'zi e'tibor beringizsa, bundan kichkina narsalarni, masalan, rossiyskiy narsalar dastavkaga qo'ymayapti o'zi. Aha. 1 million 100 ming so'm dastavkali. Stolchalar ham bor ekan. Ha, stolchalar hassa hisobida ham ishlatsa bo'ladi aka buni. Hmm. Bular 120 mingdan. 120 ming so'm. 120 ming so'mdan. Mana shu ekranda nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Obuna bo'lib kuzatib turinglar, xudo xolasa. Yangi videolar chiqarib boriladi va bepul ham qo'yiladi. Mana shu yerda obuna bo'lish tugmasi yoki podpiska tugmasi bo'ladi. Bitta bosib qo'ysalaring, sizlarga birinchidan bo'lib yetib boradi biz chiqargan videolarimiz. Shu yaqin qarindosh urug'lar, sinfdoshlar guruhlar tashlab qo'ysalaring, kimlargadir xudo xolasa foydasi tegib qoladi.